Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz mana 4 teshik 5 ta rom olib keldik. Namanganda Chust tumaniga olib keldik. Namangan shahri Chust tumaniga high-tech fasonda eshiklarimiz. Ko'rib turasizlar. Bu ikki qanotli eshigimiz. Bu o'rtasiga yog'och qo'yganimiz sababi pena qisib olmasligi uchun qo'yib qo'ydik. Pena chunki 24 soat davomida ishlaydi. Bu reykani ertaga oborsa bo'laveradi. Eshik tegib qolmaydi. Zazorini o'z holatida ushlab qoladi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda bir qanotli 3 ta eshigimiz bor. Juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa yaxshi bizlar. Mana gullari bilan birga nashlilarimizda shunaqa gullari bor mana. Tepasi bor bunaqa. Zakazga qarab, kimga shuni nima qilsa, yoqsa, qanaqa eshik rom yoqsa, mana pasoni mana eshigini yoqdi, shundan qilib ber desanglar, shuna qilib beramiz. Bularimiz jinsi deb qo'yadi, MDFda. Materialni ham, rangi ham mana shu jinsi mokriga o'xshaydi bu ham. Mana bu shu odam oldin o'rnatib bering dedi, biz ko'ngliga qarab o'rnatib berdik. O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish uстановkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. O ichkarida ham tashqariga qarab turadigan romlarimiz bor. Ikkita romlarimizdan penala bo'ldik. Har bitta romni o'rtada bitta qanot ochiladi. Ikki chekkada ochilmay qo'ygan, atfa pason singani, shu o'rtada bittasi ochiladi. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'ysanglar, kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.